Selam dostlar, sizler bilan Den Uzo kelar. Bugun videomizda biz nima qilishimiz kerak? Minecraft, lekin har bitta blokni sindirganda epic narsalar chiqadi. Bu modni qayerdan topsa bo'ladi? Bu modni men Telegram kanalimdan topamiz. Ana, kelar ko'rdinglarmi? Arujalar уже chiqyapti. Kimlar? Qaranglar, mana любой blokni sindirasizlar va chiqadi. Magma blok chiqdi mana. Gubka blok. Mana. Bu modni qayerdan topsanglar bo'ladi? Hali aytganimdek, Telegram kanalimdan topasizlar. Bu blokni ham sindirsa tushadi, okalar. Hamma narsadan tushadi. Mana. What? Qanaqa qilib tushmadi-yu? Bu o'yinda bitta baglari bo'ladi. Lekin ancha narsadan tushadi. Mana kaktusdan tekshirib ko'raylik. Wow, yo-mayo. Kelar tushar ekan, necha kaktusdan ham tushar ekan. Mana buni sindirib ko'raman. Okalar tushibdi. Mana okalar, mana qilich tushdi. Zaharlangan qilich. Kanalimga abuna bo'lib qo'yinglar, sizlardan so'rayman. Voy, bundan tushdi okalar. Almazdan ham tushdi okalar. Sehrlangani. Buni ham sindirib ko'ramiz. Bundan ham tushdi. Mana bu tushyapti. Bu albatta hamma narsadan tushadi. Bundan keyin o'tirana qilamiz. Xullas do'stlar, bu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Hayır.